Bizning bosh maqsadimiz xalqimizning roziligi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ushbu ezgu g'oya bugun barcha tashkilot va muassasalar faoliyatining bosh mezoniga aylandi. Zotan bunday rozilik yurtdoshlarimizning kundalik turmushida ularning huquq va manfaatlarini qay darajada tez hamda adolatli himoya qilinayotganida namoyon bo'lmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Uyining qurilishiga boshlang'ich badal pulini bergan, ammo narxlarning asossiz oshib ketishi natijasida qolganini to'lashga qurbi yetmay qolgan Nukus shahri fuqarosi Luiza Musaxonovaga bergan mablag'larni qaytarib berishmadi. Namangan shahrida esa aksiya shartiga ishonib mahsulot xarid qilgan, ammo va'da qilingan avtomobil sovg'asini boshqa mijozga berib yuborishgan qonunbuzarlikka qarshi o'z huquqlarini himoya qilish uchun har ikki fuqaro Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqini himoya qilish qo'mitasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishdi. Qoraqalpog'istonlik Luiza Musaxonovaning murojaati qo'mita mutaxassislari tomonidan o'rganilib, amaldagi qonun va qoida me'yorlarining buzilish holatlari aniqlandi. Natijada fuqaro tomonidan to'langan 32 million so'm mablag' qurilish tashkilotidan fuqaro foydasiga undirib berildi. Luiza Musaxonovaning murojaati bilan bog'liq masaladagi huquqbuzarlik qo'mita tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi yangi mexanizm tizimi asosida tiklandi. O'zbekiston Respublikasi Raqobat qo'mitasining 1159 ishonch nomeri hamda komitetning o'zini Qoraqalpog'iston Respublikasining ham ishonch raqamlariga chiqishadi. Endi eng oxirgi iste'molchilar huquqlari bo'yicha kelgan murojaatlar asosida qurilish sohasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda 200 mingdan ortiq iste'molchilar huquqlari tiklandi va ularga 6 oylik davomida 6 milliard 200 million so'mdan ortiq pul mablag'lar qayta hisob qilish ta'minlandi. Namanganda esa mahsulot realizatsiyasini tezlashtirish maqsadida maxsus dilerlar tomonidan o'tkazilgan aksiyada belgilangan savdo shartiga ko'ra amalga oshirilgan xarid uchun Cobalt rusumli avtomobil sovg'a qilinishi va'da qilingan. Tasdiqlangan savdo me'yorlari asosida xaridini amalga oshirgan namanganlik mana bu fuqaro aksiyada va'da qilingan avtomobil sovg'asini ola olmadi. Sababi avtomobil boshqa xaridorga berib yuborilgan edi. Fuqaroning buzilgan huquqlari esa qo'mitaning Namangan hududiy bo'limi tomonidan o'rganilib, qayta tiklandi. Har qanday holatdagi berilayotgan yutuqlar, aksiyalar, e'lonlar yo'llar O'zbekiston Respublikasining iste'molchilarning huquqlarini cheklab qo'ymaydigan holatda berilgan bo'lishi kerak. Buni albatta nazorat qilish natijasida mana shu ijobiy natijaga erishib, iste'molchining talabi qondirildi. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinayotgan reklama va aksiyalar soni ortib bormoqda. Qonun tartiblariga zid ravishda ish olib borayotganlarga ana shunday aldanib qolayotgan ayrim xaridorlar nimalarga e'tibor berishlari kerak? Joriy yilning o'tgan 7 oylik davrida qo'mitamizga 33 mingdan ortiq 35 mingga yaqin murojaatlar kelib tushgan. Shu murojaatlarning asosan kommunal xizmatlar, savdo, umumiy ovqatlanish, uyali aloqa xizmatlari, moliyaviy xizmatlarda iste'molchilarning huquqlari buzilish holatlari bo'yicha murojaatlar bor. Ushbu murojaatlarni ko'rib chiqish natijasida 80-85% iste'molchilarning manfaati foydasiga hal etilmoqda. Tadbirkorlik subyektlari ko'p holatda shu iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qonunchiligi bo'yicha majburiyatlarini yoki iste'molchilarning haq-huquqlarini bilmasligi ham bunday qonun buzish holatlariga olib kelmoqda. Iste'molchi huquqini himoya qilish faqat buzilgan huquqni tiklash bilan chegaralanmayapti, balki huquqbuzarlikning oldini olish uchun qo'mita tomonidan qator chora-tadbirlar rejasi bo'yicha bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bugun Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faoliyatida murojaat bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Chunki aksar iste'molchilar huquqining buzilishi fuqarolarning qaysi tashkilotga, qanday tartibda va qaysi hujjatlar bilan murojaat qilishini bilmasligi bilan bog'liq ekanligi kuzatilmoqda. Shuning uchun qo'mitaning hududiy bo'limlari faoliyatini kuchaytirish, mutaxassislar malakasini oshirish va aholining huquqiy savodxonligini yuksaltirishga qaratilgan ko'plab amaliy tadbirlar yo'lga qo'yilmoqda. Shu maqsadda kuni kecha Germaniyaning German Sparkassen Stiftung for International Corporation tashkiloti bilan hamkorlikda iste'molchilar murojaatlari bilan ishlash va aholining huquqiy savodxonligini oshirish mavzusida o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Qo'mitaning asosiy maqsadi faqat muammo yuzaga kelgandan keyin uni bartaraf etish bilan chegaralanib qolmasdan, o'z huquqini biladigan va shaxsiy manfaatini qonuniy himoya qila oladigan yangi iste'molchilarni shakllantirishdan iboratdir.